Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Dünya Uyghur Qurultayı 30 avgust Xalqaro g'oyib bo'lganlar kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, xalqaroni 5-yo'l Urumchi voqeasidan keyin izdiraksiz yo'qolib ketgan Uyg'urlar masalasiga jiddiy qarashga chaqirgan. Bayonotda yana Dünya Uyghur Qurultayı raisi Rabia Qadir xonimning so'zi naql keltirilib, har qaysi demokratik ellar hukumatlardan Xitoy bilan bo'lgan diplomatik aloqalari ham savdo munosabatlarida 5-iyuldan keyin Xitoy doiralari tomonidan tutib ketilib, hozirgacha izdiriki bo'lmagan Uyg'urlar masalasini Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligidagi muhim masalalarning bir qatorida o'tirg'a qo'yishni talab qilgan. Xalqaro vakolatsiz millatlar tashkiloti 29 avgust Dünya yadro siniqiga qarshi turish kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, xalqaro jamoatni yadro siniqining ziyonkashligiga uchragan Uyg'urlarning haq-huquqini qo'llashga chaqirgan. Mazkur tashkilot Dünya Uyg'ur Qurultayı bilan birlashib e'lon qilgan bayonotda Uyg'ur elining Lopno rayonida Xitoy hukumati tomonidan elib berilgan 46 qitimliq atom bomba siniqining rayon ekologiyasiga va Uyg'ur xalqiga og'ir talafot elib kelib, rak ve şunun o'xshash har xil kasalliklar va normalsiz tug'ut hodisalarini paydo qilganligi. Lekin ziyonkashlik uchirgan Uyg'urlarning hozirga qadar hech qanday davolanish yordamiga erishilmaganligi qayd qilingan. Vakolatsiz millatlar tashkiloti bosh kotibi Marino Bostachin Xitoy hukumatiga besim shiltish orqali ziyonkashlikka uchirgan Uyg'urlarga to'lam to'latish bosh tortib bo'lmaydigan bir mas'uliyat degan. Xitoy doiralari 2 sentabr boshlangan 2 navbatlik Yevrosiyo yarmankasidan burun Urumchi va uning atrofidagi rayonlarda bexatarlik tadbirlarini ilgirlab chiqargan. Xitoy axborot vositalarining xabar qilishicha, har qaysi o'lka va shaharlardan Urumchiga keladigan aeroplan va Diopo aydirumida tekshirish kuchaytirilib, aydirumni qo'g'daydigan soqchi va amonlik kuchlarining soni ko'paytirilgan. Urumchidagi idora organlar safarbar qilinib, ishchi xizmatchilar ko'ch-ko'ylarni nazorat qilish, muhitni saqlash ishlariga selingan. Bengtuan qurolli kuchlari harakatga keltirilib, shaharning kirish-chiqish eg'izlariga post qo'yilgan. Bu vaqtdagi xabarlarda yana soqchilarning Urumchidagi nuqtaliq kuzatiladigan bir qism kishilarni bir mezgil Urumchidan ketib turishga majburlab, yaqin yurtdan kelgan Uyg'urlarni yurtiga qo'g'laganligi ilgari surilgan. Türkiye Parlament a'zosi sobiq davlat ministri Millat Hareket Partiyasi muavin sekretari Rishad Doğru Xitoyning Uyg'ur elida turk tili o'rganishni cheklaganligi haqidagi xabarlarga inkas qaytarib, buningga Turkiya davlatining aralashishini talab qildi. U Xitoy tili Turkiyada hamma odam o'rganishni xohlaydigan hech qanday cheklimi yo'q bir til. Bunday ahvolda davlatlar o'rtasida teng barobarlik bo'lishi kerak. Sharq Turkistonda turk tili kurslarining ochilishi, maktablarda turk tili darsining berilishini Türkiye davlati bo'lish sifatimiz bilan talab qilishimiz kerak. Biz Xitoy tili o'rganishni erkin qo'yib etdik. Xitoy Sharq Turkistonda turkcha o'rganishni erkin qo'yib etishi lozim degan. U yana Xitoy soqchilarining turk bayrog'i besilgan maykikiga Uyg'urlarni so'roqqa tortganligini ayblab, Turkiya Xitoyning bu qilmishlarini yaqindan ta'qib qilib, Xitoyga vaqtida noroziligimizni bildirishimiz kerak deb ko'rsatgan. Yaqında Kanadadagi Uyg'urlar Toronto shahrida o'tkazilgan Turk festivaliga qatnashib, Uyg'ur madaniyatini tanishtirgan. Turk festivali har yil bir qatim o'tkaziladigan madaniyat ko'rigi bo'lib, festivalga Turkiy millatlar sistemasidagi Uyg'ur, Ozarbayjon, Turkman qatorliq millatlar qatnashib, o'zlarining madaniyatini Kanada xalqiga tanishtirdi. Bu yil Torontoda o'tkazilgan Turk festivali 6-qatimliq madaniyat ko'rigi bo'lib, Kanada Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Toronto shahridagi Uyg'urlar bu qatimki festivalga bir qadar sistemalik tayyorlik qilgan. Turk festivali tayyorlik komiteti bu qatim Uyg'urlarga maxsus tezgoh ajratib bergan. Tezgohda Uyg'urlarning do'ppa, atlas, muzika asboblari, pichoq, kiyim-kechak va kashtichilik madaniyatiga oid 6 tur bo'yicha 100 xildan ortiq madaniyat buyumi ko'rgazmaga qo'yilgan. İstanbul'da o'tkazilmoqchi bo'lgan Xitoy Turkiya islom madaniyat va san'at asarlari ko'rgazmasi Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlarining tanqidiga uchragan. Türkiye'deki Uyg'ur ommaviy tashkilot mas'ullari mazkur ko'rgazmaga qarshi faoliyat elib borganligini bildirgan. Xitoy Turkiya islom madaniyat san'at asarlari ko'rgazmasi 31 avgust boshlanadi. İstanbul'daki Oliy Amiri Efendi Madaniyat Merkezida o'tkaziladigan mazkur ko'rgazma 6 sentabr oxirlashadigan bo'lib, bu jarayonda Xitoy va Turkiyada islom nomli ilmiy muhokama yig'ini va Qur'on o'qitish faoliyati o'tkaziladi. Bu jarayonda yana Xotan Naqshband umiga jami 3 maydon o'yin qo'ymoqchi ekan.
Bu faoliyatni Turkiya Diniy ishlar idorasi, İstanbul shaharlik hukumat, Xitoy Diniy ishlar idorasi va Xitoy islom jamiyati birlashib uyushtirgan. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.